Mana hurmatli obunachilarimiz, Ablikol, Sharoler, Simental buqalarimiz mana chiqish boshlandi mana. Birinchi partiyamiz. Mollar o'ta klass mollar kelgan. Mollarga qarang. Mollarning yurishi bir dunyo. Ko'p to'qol ekan mollarimiz akalar. O'ta yuztaliklar mollar qarang. Tonna bo'ladiganlar. Mollar qarang, tonna bo'ladigan. Haqiqiy. Mollar qarang, jonivorlar. Simentalni qarang, simental. Ablikol, simental. Mollar. Tarasha yemga tayyorlar. Joning sog' bo'linglar. Mollar qarang, sharolerlar. Sharolerda ham o'ta yomonlari bor ekan. Boqqaningizda tonna bo'lib ketadiganlar. Mollar qarang. Janaman. Mollar qarang. Oq oyoqlar, hurmatli obunachilar. Bu buqalarni olib boqasiz aka, tonnadan o'tkazasiz. Faqat sabr qilib boqish kerak. Tonna bo'ladigan buqalar. Molni ko'rayotganda mashalloh deyish esdan chiqmasin. Mollar maqtashga arzugidek mollar kelgan. Shohli varianti ham bor ekan. Biladi hurmatli obunachilar o'zi. Shohli mollarni ham bularni shohlisini ham shohsizini ham boqib ko'rganman bu mollar. Shohla shohsiz farqi yo'q o'ng'allishiga. O'ng'alaveradi. Mollar qarang akalar. Mollar udaraman. Sharolelar qaranglar, sharolelar. Simentalni qarang, simental. Udonlar. Haydang Ahmadullo. Mollar qarang. Mana shu betam o'ta ham qo'ng'ir variant, shohli variant ekanlik bo'ldi. O'ta ham tonna olib ketadigan bu qo'y ekanda. Sharoler, Ablikol. Moling bormi desa, bor deydigan mollar kelgan. Kini qarang, kini ham yomon ekan. O'ta baquvvat. Mollar. Jonivorlar. Jonivorlar. Bo'ladiganlar. Mollar chiqaversin bir qator ko'rsatib olaylikda bularda akalar. Bitta narxlarni aytiladi. Men narxlarni ham aytib o'tiraman, video ham cho'zilib ketyapti. Bu buqalarimiz, hurmatli obunachilarimiz, bu buqalarimiz 29 milliondan boshlanadi bu qo'ramiz. 29 milliondan 33 millionga eng katakaniga baho qo'yamiz. Yo'q akalar, men hammasini olaman degan akalar bo'lsa, yo'q, men hammasini olaman degan akalar bo'lsa, 30 million 200 ming so'mdan berib yuboramiz bu qo'ramizni. Bu qo'ramiz shu 85 ta atrofida bu buqalarimiz. Ya bitta ag'il bag'i chiqishi mumkin. 85 bosh. Buqalar qarangda. O'ta ham go'zallari kelgan. O'ta ham go'zallar. Mollar. Janavorlar. Buqalar. Chiqaboq o'tga tashlanyapti, o'tga tartilinyapti bular. Ochko'z buqalar ekanda, bular ochko'z. Ochopot. Mollar qarang. Bu mollarimiz akalar kelib tepasida ko'rib ham olishingiz mumkin. Yo'q, men onlayn olaman degan akalar bo'lsa, bularni yetkazib berish ham O'zbekiston bo'ylab bor. Bizda dastavkalarimiz mavjud. Mollarning klasslari kelgan mana. Kobra bo'yinlari. O'ta bo'yinli bo'ladigan buqalar. Mollar qarangda mana.
Nima deyapti buqalar? Bo'laman deyapti bular. Tonna bo'laman, tonnani o'tkazaman, egamda boy qilaman degan buqalar endi mana shu buqalar bo'laman. Mollar qaranglar. Turishini qaranglar mollar. Molni qaranglar. Oq oyoqlar, janavarlar, oq oyoqlar. Mollar qarang. Sandal orqalari ham. Buqalar qaranglar. Orqalari ham sandal. Mollarni yeb ichari nihoyatda zo'r buqalar. Faqat egamni boy qilaman degan buqalar. Buqalar qarang. Hurmatli obunachilar, faqat ablikol, sharoler, limuzin, semental bor ekan deb o'ylamang. U yoqda greenwoodlarimiz ham bor. Hozir ularni ham qisqa ko'rsatib o'tamiz. Bu buqalarimiz 29 dan qanaqalari desa 29 millionlik molni bu qo'ramizdan o'zim chiqarib beraman tanlab, ikki bosh. Yo, menga ikkita kerak emas, 4 ta olaman desa, mayli 4 bosh ham qilib beraman. Baraka o'z obunachilar uchun. 4 bosh qilib berishim mumkin. Yo, 5 ta olardim desa, 5 ta ham qilib beraveramiz. Bizda mol serob, maqsad mol sotish. Kelaverasizlar. Bo'ylari mana shu 1.20, 1.25 atrofidagi mollar ko'p. Eng kichkinasi ham 1.15 dan boshlanadi. Mana mollar qarang, mana. Nima deyapti bu buqalar mana? Bo'ladigan buqalar mana. Janavarlar. Molni ko'rganda hamda ko'zingiz quvnaydigan buqalar. Vallahi qarang. Jonivorlar. İşe qarang o'tlar. Somonni uryapti bu buqalar. Bo'laman degan buqalarda mana qarang, mana ham orqalari o'ta klass buqalar ekan. Optim oladigan akalarga 30 million 200 ming so'mdan ozmoz xayrini qilib beriladi. Kelaverasizlar. 24 soat ish vaqtimiz bu. Telefon qilaverasizlar. Behajolar. Kechqurun bo'ladim, ertalab bo'ladim, hurmatli obunachilar. Kech, erta ko'rgan odamlar misol uchun bir haftadan ko'rishingiz mumkin bu videoni. Bir haftadan ham telefon qilavergan mol bo'ladi bizda. Bu mollarimiz etagi juda ham ko'p kelyapti. Mollar sinovdan o'tgan buqalar mana shu buqalar. Endi ikkinchi partiyamizga o'tamiz, hurmatli obunachilar. Paltarashka buqalarimiz ikkinchi partiyamiz ham o mana aşağıda greenwoodlarimiz bor. Sementali ham bor, aralashuv ham. Mana mollar qarang. Mana. Men Novatidan olib boqaman deganlarga mana molni qarang. Nima deyapti bu mol? Shu bo'yni handalak chiqib ketadigan mol ekanda mana shu mol ham. Mana sharolayimiz ham. Bo'ynida handalaklari bor. Tuxum boshidan ekanda, tuxum boshidan. Molni qarang. Ota bo'ladiganlar. Yo, mana uncha tonnali bo'lganga men ishonmayman deydiganlar, endi men nomerimga chiqaveradi 23 739 23 meni raqamim akalar. O'zim boqqan buqalarimni videolari bor. Xohlasangiz Greenford, xohlasangiz Mickey Mouse, xohlasangiz Ablikol, xohlasangiz Sharoler. Hamma sortdan boqib men itogasini ko'rsatib qo'yganman. Kelgan odam meni firmamga kelgan odamlar biladi ham. Qana mol boqishimni. Molga faqat sabr kerak, yaxshi niyat kerak, boqish kerak keyin. Hali molni endi tonnaga boradigan paytiga kelganda ko'p odam sotib qo'yyapti-da. Keyin bu moldan ikkita olmoqchi edim, ikkita kelmayapti, molimni puliga deydi. Endi vaqtni sotib qo'ysangiz bizda emas-da, molni boqish kerak. Rasa qo'shadigan payti kelganda boqish kerak sotishni o'rniga. Ana shunda foydani zo'r qo'shadigan paytda mazaq keyin pulni qilasiz. Qo'lga qarang.